Xo'p, akalar, bugun sotumizda BYD Khan neobычный svetdagi fistashka rangini olib kelib qo'yganmiz. 19 balon disklarida bilan jihozlangan. Ishlarni ham bemalol ko'rsatib o'taman. Sidenalarimizda abduf, abagrev, massaj, pamit sidena hammasi bor akalar. Restylingda nimalar o'zgardi deydigan bo'lsalar, bu konsolda Scorpio ko'rib turibsizlar. Hammasi rechakka, gitaraga o'tgan. Tak, keyin xolodilnik qo'shilgan akalar. Eng katta plyusidan bittasi isitadi, sovutadi. Bu yoqda boya aytib o'tganimdek abduf, abagrev, massaj, pamit sidena hammasidan bor akalar. Tak, bu haqiqiy endi biznes klass mashina, nima unaqa do'stsan deydiganlar uchun. Mana bundan daraja 600 dan orqada o'tirgan odamman, bemalol o'ziga moslashtirsa bo'ladi. Даже bu yoqlarda achi qo'yadigan joylar, lyuk, panorama ochiladi, yopiladi. Endi hammasida bunaqa funksiyalar bor. Ko'pchiligi bu narsa o'zi tanishli bo'lib ketgan. Hop, даже mana bu mashinalarni ham ko'rsatyapti. Как lider vazifasini bajarib beryapti. Mana yurgan kilometr 15 kilometr. Notariusga tayyor. Notariusga tayyor akalar, rasmojka qilingan. Kelasida 1 soatda ishlar hal bo'ladi. Ancha 1 soatga ham bormaydi. 7 kilovatli zaryadniy. Bagajda polik, o'zini aksessuarlari, hamma narsasi bor akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar pastdagi telefon raqamlariga. Joyimizda Toshkent Index Buqa bozori to'g'risidagi Gakar avtosaloni sotuvda 2 dona qoldi. Narxi keladigan bo'lsa 34.600 AQSh dollari.